Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. YouTube kanalimizdan ko'rib turganingizni bag'oyat xursandmiz. 24-oktyabr 2025-yil, ya'ni haftaning juma kuni ko'rishingiz mumkin. Sitrus bozoridamiz, ya'ni optim narxda buralar bittaga onlayn ko'rsatib, bura qatordamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Sitrus, ananas, hamma mevalar Food City bozorida atrofda hamma narsa optim narxda, faqat korobka eng kamida bitta korobkada olishingiz kerak. Men sizlarga hozir mandarinlar narxlari 180 ming so'mdan ekan. Idishi 6 kilo chiqadigan. Apelsinlarimiz 20 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Turkiyaniki Xitoyda mandarini 180 ming yashiga bo'lyapti. 6 kilo chiqadi, 30 mingdan aylanadi. Ananaslar necha pul ekan? 150 ming aksiyada. Ananaslar aksiyada 150 ming so'm ekan. Ananaslar ham kichkina ananaslar emas. Ko'rishingiz mumkin. Olmalar necha pul ekan? Olmalar 15 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Yon atrofda. Qaytdik aka bu? Erondiki ekan olmalar. Yon atroflarni ko'rasizlar. Kivi necha pul ekan aka? 110 ming. 110 ming necha kilo chiqar aka bundan? 6 kilo chiqar. Qaytdiki bu? Qaytdiki? Xitoydagi ekan 110 ming so'm ekan, 6 kilo chiqar ekan. Noklarimiz qaytdiki aka? Necha pul? 200 ming so'm. 200 ming so'm, 15 kilo chiqar ekan. Mandarinlarchi aka? 190 ming, 6 kiloliki. Qaytdiki? Xitoy bu hammasi. Ko'rishingiz mumkin. Kivilar necha pul ekan aka? 25 ming. Kivilar 25 ming so'mdan ekan. Aka qaytdiki bu? Erondiki ekan. Qizil karzinkada bular necha pul? Qaytdiki bu? Bu ham Eron 21 ming bu. 20 ming. Farqi nimada aka bular? Razmerida shunda. Razmerida yiriligida, maydaligida farqi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Food City bozorida ko'rishingiz mumkin. Agar videoda like bosib qo'yinglar, videoni repost qilinglar, West Toshkentga jo'natishni unutmanglar. Sababi video kontentda ichidagi narx-navolar, ya'ni kunlik real narxlarda chiqarib berishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Nima deymiz? Qo'llab orasizlar degan umidamiz. Agar reklama qilsin. Aka olmamiz necha pul ekan? 13 ming so'm. Qaytdiki olma? Qozog'istonda olmasi 13 ming so'm ekan. Aka bularimiz necha pul? 14 ming so'mdan ekan. Akamizda ko'rishingiz mumkin. Food City bozoriga kelsanglar. Aka bu ham sizdanmi? Olmalar? Aka narxlarni bitta aytib olamizmi? Iloji bo'lsa. Necha pul ekan olmamiz? 340 ming so'm. Qaytdiki bu? Xitoyda olmasi 340 ming so'm. Ichida necha kilo chiqadi aka? 12 kilo 15. 13 kilodan chiqar ekan, 340 ming so'mdan ekan. Dragonlarimiz necha pul aka bu korobkasi? 300 ming so'm ekan korobkasi dragonlarda. Korobkaning ichidan necha kilo chiqar ekan? 24 ta chiqar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mangolar necha pul ekan? 150 ming so'm ekan mangolar. Buni nechtaligi hozir buning ichida? 15 taligi 150 ming so'm ekan. Donasi 10 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Aksiya narxda. Ko'rishingiz mumkin. Mana galbukalar necha pul aka bu? Korobkada sizlarda. Ichida 25 ming so'mdan tushadi ekan. Ichida 12 ta bor. 12 dona bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Apelsinlarimiz necha pul aka? Qaytdiki bu aka? Mandarin. Qaytdiki? Afrikaniki necha pul aka? 35 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. O ko'k limonlarni necha pul beryapsiz aka? Ko'rishingiz mumkin. Uzumimiz necha pul aka buni korobkasi? 800 ming so'm ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ichida 5 ta bor. Olmalar ko'rishingiz mumkin. Yon atrofda ko'ringlar. Food City bozoriga kelishni maslahat beraman. Iloji bo'lsa optim narxlarda olib ketasizlar degan umiddaman. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar, videoni West Toshkentga jo'natishni unutmanglar. Iloji bo'lsa qo'llab yuborsizlar degan umiddaman. Kivilar necha pul ekan aka? 20 ming so'mdan. Optim narxda sizlar optim kurbini berasizlar, aslida. Noklar necha pul ekan aka? Noklar narxini bilmaysizmi? 220 ming, 17 yarim bozor.
17,5 toza ekan, 220 ming so'mdan ekan. Qaytdiki bu? Xitoy noklari ekan-ku. 2,5 12,5 ming so'mdan kiloga tushar ekan. Ko'rishlar mumkin, noklar sveji, holatlari zo'r. Mangoda 2 qatorligini ko'rishingiz mumkin. 2 qatorligi 290 ming so'm bo'layapti ekan. Drakonlarda oqi 300 ming so'm, korobkasi ichida nechta chiqadi? 24 ta chiqadi ekan. Qizili 340 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Noklar yo'q sizlarda boshqa narsa. Olasizlar reklama qo'yib ketishim mumkin nomerlar. Food City bozorga agar magazinchi optimchilar keladigan bo'lsa, ko'radi-da. Bu YouTube'da, Instagramda emas lekin. Bo'ldi, yana ham kelishtirib bergan holatda qilib berishar ekan. Olmalar nech pul beryapsiz aka? Nima qilasan? 12 ming so'mdan qilib berishyapti ekan olmalar. Qaytdik aka? Qozog'istonlik ekan. Bunisi nech pul? 8 ming so'mdan ekan. Faqat bu yerda optim narxda korobkaga beriladi. Ko'rishingiz mumkin. Ananas 200 ming so'mdan ekan mana ananaslarimiz. Ko'rishingiz mumkin. 12 dona chiqadigan, ichida yirikligi ham yaxshigina yirik, unaqa kichkinagina ananas emas. Ko'rishingiz mumkin. Furasi bilan turibdi kelib. Bu yerda donaga olmaysizlar. Optim narxda bu taslarni eng kamida bitta idishdagini olishingiz kerak-da. Bitta karzinkadagisini olmasanglar bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin, bu taslarni sitruslar narxlarini chiqarishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Sababi ko'pchilik narxlarni aytib olgisi yo'q, chunki tovar olmaganimiz sababli videoga like bosib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qildik. Muskart uzumlarimiz 5 taligi 450 ming so'm qilib berishyapti. Optim narxda. Mandarinlar nech pul? 180 ming. Nech kilo chiqadi aka bu? 6 kilo chiqadi ekan, ko'rishingiz mumkin. Padarishni kivilarimiz bor ekan. 130 mingdan, 130 mingdan 10 taliga bu. 10 talik ekan. Ko'rishingiz mumkin. 130 ming so'm. Shu bitta sevatchasi bega optim narxda Food City bozorda faqat eng kami bitta yashikdagi, bitta karzinkadagi, bitta korobkadagi narsalar olishingiz kerak. Bu karzinka optim narxdagi chiqyapti aslani. Bu kiloga yo'q bunaqa narxda. Ko'rishingiz mumkin, mana xitoyliklar ham bor. Xitoyliklar o'zlari ham kelyapti. Mana odamlar sochun kimdirlar magazinga ko'proq tonnalab olishni boshlayapti. Narxlari iloj bo'lsa qo'l orasida degan kutamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana internetda mashhur bo'layotgan pamellar. Nech pul aka bu narxi? Dragon 20 mingdan pamel. Donasi 20 ming so'mdan ekan pamellar. Ko'rishingiz mumkin. Qizili ham bor ekan akamizda pamellarni. Marakuya ko'rishingiz mumkin 10 ming so'mdan ekan, ichida 2 dona bo'ladi ekan. Ya'ni internetda biradagi blogerlar chiqarib yeb ko'rgan narsa ko'rishingiz mumkin. Vobshe bo'lsa maslahat beraman. Avokadolar nech pul? 90 bering. Avokadolar ko'rishingiz mumkin. Nech pul ekan aka buning donasi? Avokadolarmi? Ha. Avokadolar siyosiy solib beraman aka. Korobkasini aytaylik, biz aslida optimda. 350 ming korobkasi. Korobkasi 350. mingdan qilib beramiz. 350 ming so'm ekan, 340 ming so'mdan qilib berishar ekan akamlarimiz. Mangolar nech pul? Mangolar 15 mingdan donasi aka. Donasi 15 ming so'mdan ekan mangolar, ko'rishingiz mumkin. Muskart uzumlarimiz nech pul aka? Karzinka bitta turishi 100 ming aka. bitta donasi 100 ming so'm. 100 ming so'm ekan. Bir dona mana shu pachkadagisi 100 mingga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni bitta karzinkadagisi 500 ming so'm bo'ladi ekan. Noklarimiz nech pul aka? 195 ming so'mdan. Qaytdik aka bu? Xitoydan noki 195 ming. 10 kilo chiqadi? 15 kilo chiqar ekan, 195 ming so'mdan. Drakonlarimiz nech pul? 20 ming so'mdan. Qizil 20 ming so'mdan ekan. Bu akamizda eshittirgan narxlar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Food City bozoriga kelinglar, maslahat beraman. Agar videoga like bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'yinglar. Iloji boricha qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qildik. Ko'proq narsalarni bor narsani chiqardik. Iloji bo'lsa kelsanglar, kameralar ichida, ya'ni xolodilnikda turadigan sitrus mevalar bo'ladi. Iloji bo'lsa kelinglar, maslahatim olib ketinglar. Hamma mahsulot, hamma mevalarda bu dunyodagi bor narsalarda, ishlarda maslahat beraman. Iloji bo'lsa videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videoni West Toshkentga jo'natib qo'yinglar. Aytgancha o'z shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib ketinglar, qadri baland qadrdonlarim.
Yana nima desa bo'ladi, ba'zi bir kamchiliklar, xatoliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha ochishga harakat qildik. Videoni West Toshkentga jo'natishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umidamiz. Videoni agar sizga magazin, do'konga reklama kerak bo'lsa, 93 251 05 nomeriga aloqaga chiqing. Sizning mahsulotlaringizni reklama qilib berishimiz mumkin. Mana shu videoni tagida adresadan tagida sizning reklamangiz ketishi mumkin edi. Agar siz bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni donat qilmoqchi bo'lsangiz, pastga katta raqamlar ham yozib ketamiz. Ya'ni videomiz sifatli chiqishi uchun videoga like bosing, videoni West Toshkentga jo'natishni unutmang.